qo'yaman. Shunga potisdan bo'lasizlar. Bugun kechga sizlarga bitta ajoyib zo'r yangilik qo'yaman. Eslaringda bo'lsa, o'zim ham aytgandim, Qarshiga ketishdan oldin sizlarga bitta zo'r yangiligim bor deb stories qo'ygandim. Kimdirlar yangi moto oldingizmi degan, kimdirlar erga tegyapsizmi degan. O'shani bugun qanaqa yangilikligini bugun sizlarga qo'yaman. Vaqti bugun ekan. Potisdan bo'linglar, unutmanglar. The way mad Bill